Hey yo, hammaga salom. Bugun biz Roblox lekin bo'limlar limon sotib bo'yib ketamiz. O, yaxshi deb ketdi. Ajoyib, lekin bo'limlar qaranglar, bizda hozirda qancha 5 kelinglar boshlaymiz. Biz limon tayyorlashlar boshlaymiz. Yaxshi, yana bitta tayyorlaymiz. Chunki degan qaranglar, biz limonlar sotishimiz kerak bo'ladi. Soqqani yurib tashlashimiz kerak. Chunki deganda biz noldan biznes ochib bo'yib ketamiz. Tak что shuncha hozirroq kanalga obuna va videoga like bosishni unutmaysizlar va izohlar ham yozib qoldirishni unutmaysizlar. Xo'sh, kelinglar, biz limonlarni kuchaytiramiz, chunki yangilashimiz kerak. Kelinglar, bo'ldi. Yangilarni ajoyib. Endi biz tezroq sonlari oshib boradi. Mana shunday qilib biz boyib ketamiz. Tak что obuna bo'lish kerak. Mana bizni klientlarimiz kelyapti va bizdan limonlarni sotib olyapti. Biz esa soqqani yurib tashyapmiz. Video bo'ldi bunisilar. Qaranglar, kelinglar, yana bitta kuchaytiramiz. Yana bitta. Yana kelinglar, $20 qilib qo'yamiz. 20 dan oshiq. Da, to'g'ri. Yurishimizda reaks qanaqadir animatsiya mushkachaga bo'libchilar. Qaranglar, biz mana bu yerda kuchaytiramiz. Chunki yana bu yerda endi limon, yo'q, nima? Limon deb qoldi. Xo'sh, kelinglar, kuchaytiramiz. Biz endi limon apparatimiz ham bor. Biz bu orqali suvlar, ajoyib narsalar tayyorlasak bo'ladi. Hozir men o'zimga buni to'g'rilab olaman va bir zumda biz hozir bunday qilib olamiz. Bo'ldi. Keling, brat, limon olyapsan. Ajoyib. Qaranglar, biz mana shunday kuchaytirib olamiz, bo'limchilar. Menga kerak aytilasizmi? Bu haqida. Yo'q. Qaranglar. Kuchaytiramiz. Pullarni oshiramiz. Limon boshlandimi? Da, shunaqa. Brat, keling, soqqiga urish kerak. Kelib qolinglar. Limon sharbatlar bor, limonlar bor. Olingizmi, sotamiz va ketamiz. He, bo'limchilar, biz kuchaytirishda davom etamiz. Tak что, yaxshi. Bizda qaranglar, $52 bor. Hozircha bu normalniy holat. Bu juda ham yaxshi bo'limchilar. Xo'sh, qaranglar, bizda buni yangilashimiz kerak bo'ladi. Lekin bu limon apparati qanday ishlasa bo'lar ekan? Bizga $100 kerak ekan. Bu uni boshqa $82 kerak ekan bunga. Qaranglar, tezroq $16 dan beryapti. Yangilaymiz. Kelinglar, buni ham yana yangilaymiz, chunki $19 dan yaxshi. Yana ozgina va bizda limon, qaranglar, bizning limon joyimizda qaranglar, bo'limchilar. Hozir bo'loqol. Bu yerdagi yaxshi. Da, brat, bemalol olsangiz bo'ladi. Qaranglar, biz yangilaymiz va bo'limchilar, qaranglar, bizning limon zonamizda mana yerda eng arzoni hozircha. Lekin biz mana yerda eng katta mashhur brendlarga aylanamiz. Agarda sizlar obuna va videoga like qo'ysangiz, nima deb o'ylaysizlar? Mana shuni ikki qism qilamizmi, yo'qmi? Shuni ham izohlarda yozib qoldiringizlar. Shuni bunga $785 kerak ekan. Xo'sh, ana bizning sharbatlarimiz, limon sharbatlar qilsak bo'ladi. Nima? Yo'q, hayron qolaman-da, nima? Ye. Klient bo'lsang, keldi, limonni oldi, surib yerdan ye. Nervga o'ynamada. Shu hayron qolaman-da, xim degan ma'nosini o'zi nima ekan? Bu ham ketdi nimadir deb o'ylab. Bunga e'tibor bermaymiz. Va bizda hozir 700 kelinglar, bitta kuchaytirib qo'yamiz. $111. Soniyani raqamni qaranglar. 11.00. He. Buni biz ham 1000 qilib qo'yishimiz kerak. Ta'kidlash, albatta obuna bo'lsangiz biz ham $1000 qilamiz. Har bitta limonni o'ziga bizga qanchadan beryapti? Tezroq. Nima dedi? Quit sir. Albatta nima tushunmay qoldim. Qaranglar, buni yerga kuchaytiramiz. Yaxshi. Biz endi nickname joylashtirsak bo'ladi. Astro. To'xtanglar, katta harfda qilamiz. Brendni Astro Welcome deb xush kelibsiz. Yo, bo'lmaydi. Astro Zeus. Hey, I heard you nice. Great, ajoyib. Shirt you have is a yellow goats. I got 900. Whoa, great. Nice, ajoyib. No way, bo'limchilar, Zeus deb, bo'limchilar, back so'z ham qilish mumkin. Bizda qaranglar, qancha soqqa ko'ryapmiz. Biz brendlarni kuchaytirishimiz kerak. Qanaqa soniyasini qaranglar, bo'limchilar juda ham tez ishlashini ko'ryapsizlarmi? Biz buni kuchaytiramiz. Yana bitta. Bo'ldi. Qaranglar, endi har bitta soniyasiga qaranglar, $323 dan beryapti. Buni bilasizlarmi? Biz boyib ketdik bo'limchilar. Yana bizga mana shunaqa klientlar kelib tursa, biz mana shunaqa limonlarni ko'proq sotib boyib ketamiz. Ta'kidlash uchun hozir obuna bo'lishga mana qaranglar. So'zlarni bu yerda kompaniya bo'lib ketgan. Biz buni kuchaytiramiz. Buni ekan. Buni olamiz. Izdan, bunga 17000 kerak ekan. Bo'limchilar, bu. Nima bu? Cash. Bu kim? Bu sotuvchi ekan. Bo'limchilar, qaranglar, biz o'zimizga sotuvchi oldik. Ya'ni bu sotuvchi bu yerda soqqal bizga pul berib turadi. Biz esa bemalol qolgan ishlarimizni qilsak bo'ladi. Show me. Bizda limon sota olsak bo'ladi endi bo'limchilar.
Xo'sh, bu yerni ochish uchun hali bizga bor ekan. Biz ham mana bu yerda ochishimiz kerak, yangi joyda. Bu qaranglar, limon joy ochish uchun juda ham ko'p vaqt ketarmas ekan. Qaranglar, bizda nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda limon daraxtlarimiz bor. Bu, oy. Biz uchun pul mana bu daraxtlar. Yo, bo'luvchilar. Daraxtda pul ko'rganmisizlar? Yaxshi, bu yerni ochamiz. Mana bu yerni kuchaytiramiz. Oy, bo'lmishlar, qaranglar, bizning o'zi pochta magazinimizda tayyor bo'lib qoladi dedi. Lekin bizga qaranglar 995 ming dollar kerak ekan. Bu 8 limon dash, ya'ni joy bo'ladi. Biza bemalol limonlarni xotirjam bu yerda sotsak bo'ladi. Bu yerda velosipedlar bor. Bizga 795 ming kerak bularni yig'ish uchun. Bu yerda bizning brat soqqamizcha nima bo'lyapti? Buni ham kuchaytirib turaylik-da, Chunki deganda bu ham katta bizga shtir sanayapti, bolalar. Bizga bu foyda berib turibdi hozircha. Bu yerda ham soqqasini qilyapti va bizga ishlayapti. Biz esa unga nima qilyapmiz? Biz unga oyligini beryapmiz. Tak что shuning uchun sizlar ham hozirroq kanalga obuna bo'lisizlar va videoga like bosinglar. Mana shunaqa soniyadagi pullarni ko'ryapsizlarmi? Yo, bo'lobichilar, bu juda ham ajoyib-da. Kelinglar, hozir biz nima qilamiz? Biz mana bu yerni yana bitta bosamiz. Ketdi. O'zi bu yerni soqqasi tayyor qilib turadi. Bizga qaranglar, 106 dollar ekan. Mana buni olsak bo'lar ekan. Yaxshi. Bu yerda ham oldi soat 225 ming kerak ekan. Xo'sh, bu yerlarni ochish uchun 105 ming kerak ekan. Hozir 105 ming yig'ilsin. Tak что biz bu yerni ochib yuboramiz. Bizga chunki deganda joy ochilgan. 48 ming yaxshi. Bizda o'zi ancha pullar yig'ilib qoldi bo'labilar. Kelingizda qani bizning joyimizda. Xo'sh, mana buni olamiz. Yaxshi. Bu yerda suv apparati bo'ldi. O'zi ancha pul yig'ib qo'yapti ekan. Ajoyib. Kelinglar, biz buni kuchaytirib qo'yamiz. Yana bo'ldi, yetadi. 3000 keladi, 4000 qilamiz hozir. Mana bo'ldi. Let's go, bo'labilar. Biz ham mana shunday qilib limon biznesi orqali boyib ketamiz. Tak что shuning uchun hozirroq kanalga obuna va videoga dirsillatib like bosib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Chunki bizga katta motivatsiya bo'lib qiziqarli videolar olishga harakat qilamiz. 275, ajoyib. Bizning limon o'zi markazimizda tayyor bo'labilar. Pashtada 3,5 million kerak ekan. Lekin biz uddalaymiz 3,5 millionni. Kelinglar, biz kuchaytiramiz bo'ldi yetadi. Let's go bo'labilar. Qaranglar, bizda o'zi ancha narsalar rivojlanib bormoqda. Hozircha bu juda ham yaxshi. Biz harakatni davom ettiramiz. Xo'p, mana bizning druzamizdagi bor qiz. Xo'sh, mana yerda ko'pi bor bizning druzamizda. Xo'sh, bizning ishchimiz ishlayapti. Yaxshi, soqqaga o'ryapti. Ajoyib. Xo'sh, pashta kelinglar, hozir uni 10 ming qilib qo'yamiz. Tak что biznesda bu biznesda aloqasi juda ham katta. Biznesda ko'proq soqqa ishlash kerak, chunki bu nomi bilan biznes deyshadi. Oy. Bizning velosipedlarimiz o'zi dastavkaga chiqib boshladimi? Ajoyib. Juda very good video. Bo'lincha juda yaxshi. Qaranglar, 138 ming. Buni kuchaytirib qo'yamiz. 177, 220. Ajoyib bo'ladi, yetadi bo'lincha. Qaranglar, hozir bizda 1 milliard bo'ladi. O'zi o'ylayapsizlarmi? Bizda 1 milliard pul bor. Bo'lamoqcha, biz boymiz. Limon biznesi orqali biz o'zimizni rivojlantiryapmiz. Limon biznesi bu ham ajoyib. Xo'sh, keyingisi mana bu ekan. Mana buni kuchaytirar ekanmiz. Xo'sh, o'zi o'zimizni bu yerda o'zi ishchimizni ishlab boshladi. Yaxshi. Ajoyib. Bu o'zi e'tibor berar ekan. Yaxshi bo'lamoqcha, kuchaytirib qo'yamiz. Bizga ko'proq pul berib turish uchun. O'zi bu yerda intervyu oladigan yo'qmi? Siz qanday qilib limon orqali boyib ketgansiz desam, men shunchaki obunachilarim obuna va videoga like bosgandan keyin shunchaki boyib ketganman deyman-da. Tak что Xo'sh, qaranglar, obunachilar, biz ham mana buni kuchaytiramiz. Hozir 1 milliard qilib qo'yamiz. Yana bitta bo'ldi. Tak что 1 milliard. Har bitta soniyasining o'zi 10 soniya ichida 1 milliard pul. Bu degani biz mana shunaqa rivojlantiramiz. Lekin bo'lamoqchilar, biz eksport ham qilamiz. Lekin biz shuni unutmasligimiz kerak. Pul qayerga ketyapti, qayerga sarflanyapti, shuni ham unutmasligimiz kerak. Sal narsaga pullarni ishlattirasak, bu bo'lmaydi bo'lamoqchilar. Bu yerda o'zimiz qaranglar, skuterlarimiz tayyor. Har bitta skuter yaxshi narxda to'lab boshlaydi. Xo'sh, 11 million bo'lamoqchi, 11 million kerak ekan bizga bazamizdan o'qilishimiz uchun. Qaranglar, biz hozir mana buni bosamiz. Bu yer kuchaydi. Bizga 73 million kerak ekan. Biz o'zi multimilliarder bo'lib ketishimiz kerak ekan-ku, bo'lamoqchi. Bu pul orqali men multimilliarder septilener bo'lib ketaman. Qaranglar, bo'lamoqchilar. Xo'sh, biz nima qilamiz? Biz yana ko'p joylarni kuchaytirish kerak. Xo'sh, mana bu yerlarni kuchaytiramiz. Qanaqani 4,5 milliard, yana bitta yaxshi 5,5 milliard. Ajoyib. Qaranglar, hozir yana bitta kuchaytiramiz. Yana bitta bul yaxshi. Yana bitta kuchaytiramiz. Kelinglar, hozir shuni 10 milliard qilib qo'yamiz. Har gideta necha soniyada bizga 10 milliard beryapti. Shuni hozir aniqlaymiz.
Ha, bo'ldi. 10 soniya, где-то 7-8 atrofida ekan. Bo'lib bo'licha tushunarli. Biza pullarni asosan ko'proq shunga оборот qilsak bo'ladi. Yaxshi, yaxshi. Pul 9, yana bitta 7 million 9 kerak bo'ldi. Всё. Biz mana bu yerda 10 million qilib qo'yamiz. Ajoyib. Mana 10 million. Yaxshi bo'lib bo'licha. Endi biz qolgan pullarni yig'ib borib, mana bu yerlarni rivojlantira boshlaymiz. Chunki yana bizga ko'proq pullar kerak. Bu yerda savdo bo'lyaptimi? Tak, что bo'lyapti. Bu yerni kuchaytirib qo'yamiz, kelinglar. Bizda pul bo'lgani uchun bu yerni kuchaytirib qo'yaylik, chunki deganda bizga ko'p foyda beradi hali bo'limishlar. Chunki qancha ko'p bu yerlarni rivojlantirib tursak, bizga shuncha ko'proq foyda bo'ladi. Xo'sh, bu tayyor o'zi. 230 million kerak ekan. Oy. Bizni qaysi tarafimizda yopildi, qaysi tarafimizda joy ochildi. Shuni ham unutmashimiz kerak. 795 ming kerak ekan. Buni bosib qo'yamiz. Mana buni ham yaxshi, o'zi bizning do'konimizda tayyor bo'lishlar, bizning ofisimizda 410 million kerak ekan va bu yerga nom qo'yar ekanmiz bo'limchilar. Xo'sh, bu yerga ham Astro deb qo'yamiz. Xo'sh, Astro Lemon. Astro Lemon. Limonlar. Comfort. Yaxshi, Astro Lemonsga xush kelibsiz. Chunki nimaga Astro Lemons? Ya'ni bizda limonlar orqali boyib ketgan milliarder bo'lamiz. Tak что, shuning uchun Astro Lemons. Qanday turdi bo'lib buncha shuni ham uzoqlarda yozib qoldiringizlar. Tak что bizga qizi, agarda yo'q bo'lmaydigan bo'lsa, biz boshqasini ko'raveramiz. Xo'sh, bu yerda lekin qaysi birlari yaxshi bo'lishi mumkin? Ko'rish kerak bo'limchilar. Xo'sh, bo'limchilar, biz endi nima qilamiz? Mana bu limon bizneslarimizni soqqasini rivojlantirib bo'lganimizdan so'ng esa biz mana bu yerdagi pullarni kuchaytiramiz. Mana bu yerlarda 810 million kerak. Yo'q. Men bitta narsaga adashibman. Biz mana bu yerlarni oxirigacha yopganimiz yo'q. Shu sababli men mana bu yerlarni ham rivojlantirishim kerak. 13 milliard nima balo bo'limchilar, bizni shunchalik boy deb o'ylashyapti, lekin biz boyimiz hali emas. Xo'sh, kelinglar mana buni kuchaytiramiz. Qani. Yaxshi, 79 milliondan beryapti. Bitta bo'lsa bitta 80, 87 dollar, 87 million. Ajoyib. Biz bu yerda qaranglar, buzilgan mototsikllarimizni sozlar ekanmiz, lekin bu yerda o'zimizning ishchilar sozlaydi. Biz sozlaymiz, chunki deganda biz biznesni boshlab bergan insonmiz. Bu yerda qolgani o'zimizning qo'l ostimizdagi ishchilarimiz. Ularga nimaga biz oylik chiqaryapmiz? Ular ish qilish uchun chiqaryapmiz. Bu yerda shofyorlarga, hammasiga. Shuning uchun mana bu yerlarni ham rivojlantirishimiz kerak. Lekin mana bu yerda eng birinchi gullab yashagan joyimiz mana shu yer bo'ladi. Shuni unutmasak bo'ldi, muhimi shu bo'lamiz. Do'stim, sizga motivatsiya. Do'stim, siz har doim unutmang. Birinchi ko'kargan joyingizda har doim unutmang. O'sha yerdan ko'kardingizda, o'sha yerdan davna ko'kak retasiz. Tak что unutmasangiz bo'ladi. Agar u yerda unutib yuborsangiz, demak siz ko'karishni yo'qotgan hisoblanasiz. O'zimning motivatsiya qoyil. Oy, mana bu yerda nurlar ajoyib bo'laverishlar bizning men odamlarni kechers. Okay, bo'ldi, tushunarli. Qaranglar, mana yerga kuchaytiramiz ham bo'ldi. 105 milliondan beryapti. Xo'sh, biz ham mana bu yerda rivojlantirishimiz kerak ekan. Mana bu yerda 44 million o'zi bo'libdi-ku. Milliard kerak ekan. Bo'lavercha 1000 bor uzr. 810 million kerak ekan. Yana biza qayerni kuchaytirsak bo'ladi. Orqa tarafda joy bormi? Joy bor. Qaranglar, bu yerda teleportatsiya, o'zga sayyorlar bratlar bor ekan. Brat qanday istib oldiga o'tib Muhammad Ali Pers, I heard you have the yellow goats. Sariq. Yaxshi, men sizga 465 million 761 dollar bermoqchiman. However, give me more. Yes sir. Okay. But I kept into question. I guess Hager buys. I guess. Men yigitlarim bilan yaxshi sizga bo'ldi tushunarli brat. Короче, bizga qaranglar, biz limonlarimizni ko'proq bu yerga sotdik. Adashmasam shunaqa bo'ldi-da. Biz limonlarimizni ko'proq berdik, shuning uchun biz sotdik. Xo'sh, qaranglar, biz endi mana buni kuchaytirsak bo'ladi. Oy, bizning traklarimizda tayyor o'zi, biz haydab ketsak bo'larmikan? Haydab ol. Ana bittasi ketdi. Biza qaranglar, hozir Isuzu mashinalardan traklarga o'tamiz albatta. Chunki mana bunaqa yo'lda turf is the future is of all time. Vaqtingizdagi mevalar. What the fuck? Qaranglar, bo'limchilar, biz mana shunaqa rivojlantiramiz.
Xo'sh, qaranglar, biz yana nimani rivojlantirishimiz kerak? Mana bu yerni kuchaytirishimiz kerak. Mana bu yer ham bizga ko'proq pul gullab yashashimiz uchun pul berayotgan edi. Xo'sh, 373 milliondan beryapti. Yaxshi. Qaranglar, ketdi biza. Endi qayerni kuchaytirsak bo'ladi? 46-44 million kerak bu yerga. Hozirda qo'limizda 1,5 milliard bor. Milliard, million emas, milliard bo'limni ichida. Mana bu yerni kuchaytirsak bo'ladi. Nima bo'lmayapti? 13 million kerak. Bu milliard ekanda, da milliard. Bizda 2,5 milliard. Biz mana shunaqa boyib ketamiz, bo'limchilar. Xo'sh, qani. Bu ketishda men Cristiano Ronaldoni Abu Sar aytgandek Cristiano Ronaldoni 1% ni topdim takishdi. Unutmangizlar, biz 1% ni topdik Cristiano Ronaldo ish haqisidan. Hali bor yana biz boyib Cristiano Ronaldo endi eng populyar insonlardan bolalar bilan. Men uni chukki degani uni men qilaman. Nima edi? Uni muxlisaman. Sizlar qaysi futbolchini muxlisizlar? Cristiano Ronaldomi, Messimi? Qaysi birini? Albatta izohlarda yozib qoldiringizlar. Takishdi, qaranglar, bizning biznesimiz ancha rivojlanib ketdi bolalar. Biz ancha joyini ko'kartirib yubordik. Ko'karish ham gap emas, ko'k qilib tashladik. Mana buni kuchaytiramiz. Qaranglar, 1,5 milliard bo'lsin. Let's go! Qaranglar, yana bitta qilamiz, 1 milliard beradi. Har bitta ish haqimizda 1 milliard, bizga 2 milliard kerak ekan. Go, let's go, bo'ylobichilar. Biz o'zi ancha joyini ko'kartirib tashladik. Bu yaxshi. Xo'sh, biz o'zimizning tragimizga chiqib olaylik. Bo'ylobichilar, hozir o'shuncha kanal, bizning tragimizga ketib qolyapti-yu. Mana bu tragga turib olamiz. Bo'ylobichilar, shuncha hozirroq kanalga obuna va videoga like bosishni unutmaysiz. Agar mana shu videoda 150 ta like yig'adiganmiz, buni keyingi ikkinchi qism qilamiz. Короче, shuncha hozirroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Ciao, kakao.